Assalomu alaykum, qadrdonlar. Ko'p turgan yerdan dashni sonsizligimiz bitgan inshaalloh. 3 komplekt bilan Andijonga chiqib ketadigan va bu razmeri 1.78 kishilik bo'lib o'tadi. Profillarimiz turli keri. Ko'p turgan yerda hammalar gagavol bo'ladi. Bu yerga noshkalarni qo'yamiz inshaalloh. Aynan atroflarni suvarga qilib to'ldirib chiqqanmiz. Xudo xolasa sinib ketdi, boshqasi bo'lmaydi. Shunaqa noshkalarni qo'yiladi. Hamma yog'i chiroyli suvarkalar bo'lgan ko'p turganingizda. Shunaqa sifatli yaxshi ishlagansiz bizga aloqa chiqing, sizga ham chiroyli qilib beramiz. Katta ob'yom bo'ladimi, kichkina ob'yom bo'ladimi farqi yo'q. Inshaalloh chiroyli qilib beramiz. Mana ko'p turganingizda bular hammasi 25 komplekt urganmiz. Toshkentga chiqib ketadi inshaalloh. Bir kunda Toshkentga chiqib ketadi. Ko'p tursa hamma avjida inshaalloh shunaqa sifatli yaxshi ishlagansiz bizga aloqa chiqarasiz. Bu yog'ochlarimiz qalilligan ko'p turganlar 2 hech ko'rsatadi. Kameralari rasmga sasini yog'ochlar bo'ladi. Sinib ketgan katta bitta qo'lni qo'ymaymiz. Shunaqa kachelarimiz ham bor. Bizga aloqa chiqaradi inshaalloh. Sizga to'g'ri qilib beramiz. Pardoz berishlarimiz ham ko'rsatamiz. Mana changlari bo'ladi. Shularga pardoz berganmiz. Darvoza bo'ladimi? Stol bo'ladimi? Bizga aloqa chiqarasiz. Hammani skoveka bilan to'kitamiz. 94 461 55 53 ga qilaverasiz telefon. Inshaalloh ishini bajarib beramiz.